Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun 1H3M setup haqida gaplashamiz. Siz 1H3Mni qayerda ishlatishni, qanday ishlatishni o'rganasiz. Vaqtingizni olmayman, boshlaymiz. 1H3M setup haqida o'sha nazvaniyadan, nomidan bilishingiz mumkinki, biz bu yerda 1 soatlik va 3 minutli time frame asosan ishlatamiz. Xo'p, bizga birinchi o'rinda yo'nalish kerak. Ya'ni bozor pastga harakatlanib ketyaptimi, tepagami, ya'ni trend, struktura deysizmi, farqi yo'q. Bizga shu narsa kerak bo'ladi. Agar yo'nalish pastga harakatlanib ketadigan bo'lsa, biz iloji boricha tepadagi yechgan likvidlardan 1H3M setupni istashimiz kerak bo'ladi. Uni ham o'zini qoidalari bor. Kelinglar podrobni gaplashamiz. Birinchi o'rinda bilishimiz mumkinki, to, что 1H3M setup ishlatganingizda siz yo'nalish bo'yicha ishlatishingiz kerak. Agar struktura восходящий bo'lsa, восходящийga. Misol uchun bizga 1 soatlikda nima kerak? 1 soatlik time frame ga o'tganimizda bizga shamda o'tgan sham yechish kerak bo'ladi, soyasi bilan. Tanasi bilan yechganda отработкасы yaxshi bo'lmaydi, shuning uchun biz faqat soyani ishlatamiz. Agar misol uchun tasavvur qiling, mana bu joyda 1H3M setup paydo bo'ladigan bo'lsa, lekin pastda qanaqadir kuchli zona bo'lsa, FVG, daily imbalance, 4 soatli imbalans yoki kuchli likvid bo'lsa, biz 1H3M setupni bu yerdan o'tkazib yuboramiz. Sababi biz stop lossimiz tagida magnit turadi. U magnit FVG imbalanslar bo'lishi mumkin. News paytlarda albatta 1H3M setupni ishlatmaymiz. Newsda umuman o'zi ishlamash kerak, sababi juda katta risk. Bizga esa oshiqcha risk kerak emas, chunki biz depozitimizga qanchadir foiz oshirishimiz kerak bo'ladi. 1H3M juda ham zo'r sessiyalar bilan birga ishlaydi. Oddiy misolda Aziya Hello ham strategiyani bilsangiz, Aziya yechilganda London Aziyani boshqa tarafini yechishga harakat qiladi. Biz esa 1H3Mni bu yerda struktura bo'yicha ishlatamiz. Misol uchun Aziyani pastini yechadigan bo'lsak, 1 soatlikda ko'ryapmizki, to, что likvid yechildi, 3 minutlikka o'tamiz. 3 minutlikka struktura buzilishi kerak. To есть, bu narsani hozir sizlarga chizib ko'rsatadigan bo'lsam, mana bu Aziyani likvidlari и mana yerdan London ochildi. London ochildi и Aziyani maksimumini yechdi. Siz 3 minutli time frame ga o'tganingizda oxirgi likvid yechgan minimumni olasiz va buni buzib o'tadigan bo'lsa, siz 1H3M setupni bu yerdan ishlatishingiz mumkin. Va market bilan yoki imbalansni testi bilan siz narsani o'zingiz tanlaysiz уже. Stopni mana bu maksimum tepasiga qo'yib, stop loss, strukturani bitimingizni уже boshqa tarafga ochasiz. Tekingizni Aziyani boshqa joyiga qo'yib. То есть 1H3M setup ham shu logikada ishlaydi. Endi kelinglar shu narsani hozir bozorda ko'rib chiqamiz. Nasdaqda primerida ko'rishimiz mumkin. Narxni yo'nalishi sell. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, bozor tepada likvidlarni yechib, strukturani buzib, katta imbalanslarni qolgizdirib, pastga asosan harakatlanib ketyapti. Va chap tarafda ko'rishimiz mumkinki, asosiy minimumda biz zakrep oldik, tanasi bilan buzdik. Va dальше shu joyni analiz qilib ketamiz. Ko'rishimiz mumkin, imенно 1 soatli time frame da bozor mana bu fraktalda, mana bu maksimumda soyasi bilan yechgan, to'g'rimi? Va biz vazifamiz bu yerda 3 minutli time frame ga kirish. 3 minutli time frame da bu yerda nima bo'lishi kerak? 3 minutli time frame ga kirganingizda struktura bo'ladi. Shu struktura buzilish kerak bo'ladi va buzilganda biz bu yerda sell pozitsiyaga kiramiz. Endi kelinglar hozir 3 minutli time frame ga o'tib, bu narsani ko'rib chiqamiz. 3 minutli time frame mana ko'rishimiz mumkin. Biz mana bu likvidlarni yechganmiz va bizga aynan 3 minutli time frame da minimum va maksimumlar kerak bo'ladi. E'tibor bitta narsaga berishingiz kerak. Mana bu joy yechilganda bu yerda qaysi minimumdan oxirgi maksimum yechilib bizga slom berdi? Savol sizlarga. Mana bu minimum, yo balkim bu minimum. Qaysi biridan biz 3 minutli slomni olishimiz kerak? Xo'p, agar o'sha javob bergan bo'lsangiz, biz aslida minimumda buzilishini oladigan joyimiz bu mana bu minimum bo'ladi. Eng to'g'ri bu emas.
va bu emas. Nimagaligini hozir tushuntirib beraman. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bozor likvid yechgandan keyin mana buni pastga impuls berdi va minimum qo'ygizdirdi. Shu minimumdan boshlab biz mana bu maksimumni yengiladik, to'g'rimi? Значит, bu minimum maqsadli minimum bo'ladi, ya'ni uni o'rni va kuchi bor. Va bozor buni impuls bilan buzganda, biz bu yerdan sell pozitsiyaga kirsak bo'ladi. Stop lossda esa mana bu maksimumga qo'yishimiz kerak. Aytganmanki, to что biz nimani ham ishlatamiz, sessiyalarni. Hozir sessiyalarni yoqib ko'ramiz. Bu yerda qanaqa likvid, qanaqa sessiya yechilgan. Sessiyani yoqamiz va ko'rishimiz mumkinki, juda ham zo'r ishlab bergan. Biz Aziyani yechdik. Frankfurt bilan slom bermadik. Agar Frankfurt mana shu yechgandan keyin mana bu minimumni buzganda, mana shu yerdan sell ko'rsam bo'lardi. No, bunaqa tasdiq bizga bermagan. London ochilganda Frankfurtni yechib, impuls bilan pastga tushdi va mana bu joyda bizga to'g'ri zakrep berdi. Va shu zakrepdan biz sell pozitsiya ochib, stop lossni mana bu maksimumga qo'yib, take'ni esa eng oxirgi minimumga qo'yishimiz kerak edi. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, 1.3 setup bo'yicha biz 4% bekitdik. Nima sababdan bu bitim sifatli bo'ldi? Nima sababdan biz shu strategiyani to'g'ri ishlatdik? Birinchi o'rinda yana aytib o'taman, eslatib o'tishim kerak, umumiy yo'nalish sell bo'lgan. Bizda Aziyani likvidi yechilgan Frankfurt bilan bizda tasdiq olingan va bizda stop uchun sifatli joy bor, take uchun ham sifatli joy bor. Mana ko'rishimiz mumkin. Atravotka shunaqa bo'ldi. Ya'ni 1.3 setup shunaqa ma'noda ishlaydi. Siz sessiya bilan qo'shib, umumiy yo'nalishi bilan qo'shib, 1 soatli shamni soyasini yechganda, soya qo'ygizdirganda bitimda 3 minutli time frame'da ko'rishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, boshqa primerlarni ko'rib chiqamiz. 1 soatli time frame. Xuddi shu joyda faqat noto'g'risi, ya'ni bitimi bu sifatli bitim hisoblanmaydi. Sababi narxda umumiy yo'nalishi sell bo'lganda, siz bu yerda 1.3 da buyga ishlatmoqchisiz. Agar buyga ishlatadigan bo'lsangiz, siz mana bu maksimumgacha cho'zishingiz kerak bo'ladi. No, bitim take'gacha bormasdan bu yerda likvidni yechib pastga harakatlanib tushgan. Shuning uchun ham biz umumiy yo'nalishga qarshi 1.3 ko'rmaymiz. Lekin keling hozir 3 minutli time frame ga o'tib ko'rib chiqamiz. Bu yerda ham shu 1.3 setup ishlaganmikan? Xo'p do'stlar, bu yerda ko'rishimiz mumkin, to что bozor bu minimumni yechib, oxirgi qaysi kerakli maksimumdan tushgan. Mana bu maksimum hisoblanadimi bizda? Shunda yoki mana bu maksimum hisoblanadimi? Bularning ikkalasi albatta farqi bor. Mana bu maksimum o'zini orqasidan hech narsa yechmagan. Fraktal bo'lsa ham. Lekin mana bu maksimum orqasidan likvidni yechgan, demak bu muhim bo'ladi. Bozor buni buzgandan keyin biz bu yerdan buyga kirishimiz mumkin. Va aslida 1.3 setupni ishlatganimizda bu yerda stopni mana bu yerga qo'yib, take'ni bu yerga qo'yishimiz kerak edi. Lekin umumiy yo'nalish sell bo'lganligi uchun take profit olmasdan biz bu yerdan stop loss olib chiqib ketdik. No, logikani tushundinglar. Shunaqa logikada ishlaydi. Yana bitta primer ko'rib chiqamiz. Bu primer Gerchikda analogичный primer, praktически bir xil bo'lgan. No, bu yerda ko'rishimiz mumkinki, 1 soatli time frame fraktalda yechgandan keyin bizga soyasi bilan pastga tushishni boshladi. Endi biz bu yerda 3 minutli time frame ga o'tamiz. 3 minutli time frame ga o'tganimizdan keyin bizga shu oxirgi minimum buzilish kerak bo'ladi. E'tibor berishimiz kerak mana bu minimumga va uni pastidagi mana bu minimumga. Qaysi biri biz uchun sifatliroq bo'ladi? Yana tushuntirib o'taman. Mana bu minimum orqasidan likvid yechmasdan bozorning tepaga chiqib ketdi. Mana bu maksimumni yaratib berdi. Lekin mana bu minimum dvijeniyani boshi bo'lgan bilan ham korreksiya oldik. No, bu o'zini orqasidan likvidni yechgan. Значит, buni buzganda tasdiq biz uchun yaxshiroq bo'ladi. Mana bu minimum emas, mana bu. Men bozorni shunaqa ko'raman. Endi biz buni buzganimizdan keyin albatta market bilan sell pozitsiyaga kirib, stopni bu yerga qo'yishimiz mumkin. Take profitni xuddi shunday eng oxirgi minimumga tortamiz. Mana tortishimiz mumkin va bu yerda 1.8 соотношенияda bitimlarni olib chiqib ketdik. Sessiyani yoqamiz. Ko'rishimiz mumkin do'stlar, bu yerda ham Aziyani yechdik, Frankfurtni yechdik, London manipulyatsiyasini qilib bo'lgandan keyin bizga juda ham zo'r sellga tasdiq berdi. Xo'p do'stlar, yana bitta primer. Bu yerda bozor past chap tarafdagi likvidlarni yechyapti
va bu joyda 3 minutli time frame'ga kirib, mana bu minimumgacha sil ishlashimiz kerak bo'ladi. 3 minutli time frame'ga o'taman. Xo'p, ko'rishimiz mumkinki, do'stlar, bu yerda bozor tepaga impuls bilan chiqdi. Qaysi minimum orqali, mana bu minimum orqali bozor tepaga chiqdi va biz 3 minutli time frame'da shu minimumni buzganimizda stopni maksimumga qo'yib, take'imizni esa eng oxirgi minimumga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana va отработкасini ko'rishingiz mumkin. 2,5% bu yerda olib chiqib ketgan bo'lar edingiz. Men hozir 15 minutli time frame'ga o'tib ko'rsataman. Mana bu yerda ham xuddi shu qoidalar, umumiy yo'nalish. Sessiyani yoqadigan bo'lsak, New York, Aziyani, Frankfurtni, Londonni ham yechgan va bu yerda tasdiq berdi. Biz sellga kirdik. Previous week lowgacha take profit bo'ldi. Juda ham yaxshi. Stopimiz yechilgan likvidda bo'lgan. Shuning uchun biz juda ham chiroyli отработкасini ko'rishimiz mumkin. Bu strategiya sizlar uchun oson tuyulishi mumkin, lekin siz albatta любой strategiyani backtest qilishingiz kerak. Kim u sizga strategiyani o'rgatishdan qat'iy nazar, menmi, boshqa ko'rayotgan treyderlaringizmi, umuman farqi yo'q. Siz qachonki backtest qilib, uni o'zingiz tushunib olsangiz, keyin bemalol ishlatishni boshlaysiz. Chunki biz bitta strategiyani bilganimiz bilan ham kimdirda nasмотренность bozorda ko'proq. Nasмотренность endi o'zbek tilida bozorni ko'rishi. Bozorda, ya'ni trading viewda grafikda qancha vaqt o'tkazishingizni misol uchun menda ko'proq. Shuning uchun ham men 1.3 sizlardan ko'ra yaxshiroq va sifatliroq ishlata olaman. Tushundinglar? Newsda ko'rmaymiz, yo'nalishimizga qarshi bo'lsa ko'rmaymiz. Iloji boricha sessiyalar bilan birga ishlatishimiz kerak va bu strategiyani siz backtest qilishingiz mumkin. Bemalol ishlatib, bu albatta juda ham yaxshi win rate'ga ega, juda ham yaxshi strategiya hisoblanadi. 1.3 setup sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar sizga boshqa setaplar, ICT bo'yicha qanaqadir darslar sizlarga kerak bo'lsa, kommentariyaga qoldiring. Eng ko'p like chiqqan kommentariy bo'yicha men albatta video darsli olaman. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Albatta podpiska, like qo'yishni unutmanglar. Telegram kanalimga o'tinglar. U yerda har doim morning call, pozitsiyalar signalini va albatta bitimlarni razborini qo'yib ketaman. Sizlarga juda ham foydali bo'ladi. Hammaga rahmat, charchamanglar. Sizlar bilan Umid ICT.